Ignani ko'ryapsizmi? Qarang, diqqat bilan qaraymiz. Men bu ignani suvga tushiraman. Nimadir o'zgardimi? Bu suv kamaydidimi yoki yo'qmi? Hadis-i qudsiyda Alloh nima deganiga qarang. Ey bandalarim, agar sizlarning avvalgilaringiz u oxirgilaringiz, inslaringiz u jinlaringiz bir joyga to'planib mendan so'rasalar va men har bir so'rovchiga so'raganini bersam ham, bu mening huzurimdagi narsadan xuddi igna dengizga botirilganda kamaytirsa, shunchalik kunani kamaytiradi xolos. Xuddi men bu ignani daryoga botirib chiqarib olganimda suv kamaymaganidek. Shuning uchun Allohdan din va dunyo ishlari bo'yicha xohlagan narsangizni so'rang va agar u sizga biror narsa ato etsa, undan nimadir kamayib qoladi deb o'ylamang. Uning ne'matlari sanoqsizdir.